Sizler bilen Nestor Group kanalı. Biz bugün Clash of Clans oyununu oynayapmiz. Kim bilmaganlar uchun bu o'yin urush va klanlarga kirib o'zingizni bazangizni qachach qilish uchun bu yerda siz mana koronalar yig'ishingiz kerak. Mana bu hozir Serebreniy liga. Mana bu ratusha deyiladi. Bu qisqa aytganda TX deyiladi. Bugungi maqsadimiz 2 marta ataka qilib 5-poputkaga urush qilish maqsadim bor va biz bugun mana bu lovushka prujinkalarni kachet qilmoqchiman. Men maqsadim birinchi full 8-TXni kachet qilib olib, keyin 9-ga o'tmoqchiman. Mana askarlarimiz bor. Urushga ketamiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi va beshinchisi. Biz bugun mana shu bazaga urush qilamiz. Urush qilishning eng birinchi qoidalar. Birinchi, yon tomonlarga qaranglar. Hech qanaqa zdanyalar yo'qmi? Ikkinchisi, mana bu zdanya ichida поддержка bo'lishi mumkin. Birinchi o'sha tomonga narsa yozishimiz kerak. Qani ketdik. Urush qilganda hamma askarni bitta yerga iloji boricha qo'ymash kerak. Chunki hamma askarni bitta yerga qo'ysangiz, sizning askaringizni mana bu koldunki boshini urush qilinadi. Bu bitta hammasiga urishi mumkin. Birinchi qo'ydi shu. Mana bu ularning birovi qarorlari. Bu yerda 3 ta yulduz bo'ladi. Birinchi yulduz 50% bazani yo'q qilsa, bitta yulduz beriladi. Ikkinchi yulduz mayda ratshani yo'q qilsangiz, 2 ta yulduz beriladi. 50% bilan ikkilatib qo'ysa, 100% yo'q qilsangiz 3-yulduz beriladi. Bu o'yin men uchun qiziq. Kimgadir uchun qiziqmas bo'lishi mumkin. Biz bu bazadan 2 ta yulduz oldik. Bu mana klanim Bratva deyiladi. Bu yerda ko'p odam yozishi bir-birlariga. Yozishi ko'pincha поддержка beriladi. Xohlasangiz kiring.
Biz yana 5tadan 5-siga urush qilamiz. 1 2 3 4 Ko'p sezini qo'sh. Bu 5-chi bazamiz. Прописный поддержкасы bo'lgan. Men bu videoda biz bu yerda yulduz olishga harakat qilamiz. Bu yulduz oson kerak. Ammo olmashman mumkin. Vaqt o'tmay qolishi mumkin. Lekin bu yerda askarlarim o'lmaydi. Chunki men bu yerda kuchlarim ko'proq. Buning planirovkasi yomon ekan va prokatchasi ham yomon ekan. Prokatchasi eng biz bu 3ta yulduz oldik va bugungi videomiz o'zi biz bu yerda prokatcha qilamiz. Biz bu yetkazdik. Bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Video ostiga like va podpiska bosing. Hammaga xayr.